100 metr kvadratdan tashkil topgan ideal proyektdagi 3 xonali xonadonimizni bugun birgalikda batafsil ko'rib chiqamiz. Asosiy kiraverish qismida bizni kattagina hol qismimiz kutib oladi. TV zona, mehki zonalarimiz qilingan holatda. Proyekt bo'yicha alohida bo'lgan yuvinish xonalari, kuxnya, bolalar yotoqxonasi, asosiy mehmonxona hamda kattalar yotoqxonasi. Ko'rishni esa asosiy mehmonxona qismidan boshlaymiz. Ichki eshiklarimiz zakaznoy MDF, devorlarimiz mo'ysha bo'ylarda ishlov berilgan. Mehmonxonamiz uchun mehki zona, TV zonalarimiz qilingan holatda. Asosiysi domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan, kadastr hujjatlarimiz tayyor holatda. Kattalar yotoqxonasi 3 xonalik uchun xonadonimiz ideal proyektda. Barchamizga nasib qilsin bunday xonadonlar. Maktab, bog'cha, hamma narsa dostupniy joyga joylashgan, yo'l yoqasidan birinchi liniya. Bolalar yotoqxonasi so'nggi zamonaviy texnikaga to'liq jihozlangan uy bekalari orzusidagi kuxnya qismi bitalarga juda ham arziydi. Xolodilnik, moyka, stiralniy mashinka, gazli plita, vытяжка, двухконтурный котел hamda kattagina mehki zona uchun joylarimiz qoldirib ketilgan. Proyekt bo'yicha alohida bo'lgan yuvinish xonalari pastdan tepagacha to'liq kafil qilingan holatda. Hamda hojatxona. $73.500 ga baholanayotgan ushbu 3 xonali xonadonimizning batafsil ma'lumoti uchun pastki raqamlarga yoki Družba ko'chmas mulk agentligiga tashrif buyurishingizni kutib qolamiz.